Mana kashiradan yuk olyapmiz. Har doim buni Zayn akamiz. Yuk yuboryapsiz, yuk mana. Analar yuk olib boramiz, xudo xohlasa mana. Sizga anonskamasiga javob berib, uyga chopib beradi. 28 kg 300 gramm sizda. 22 kg pul beryapsiz. Sizlar yuboringlar ey. Nima qilsin? Nomer qoldiradi. Like bosasizlar. Podpiska kirasa, bo'ldi, nomer bor. Ha, mana Zayn aka. Mana, bu ham yuboradi hozir. Mana, shu kashirani hozir yig'ib olaylik deb keldik mana. Nomerni ko'rsating, nomerni. Mana. 0505. Yana qo'ydi. Mana Zayn aka nima qilsin? Nima qilsin bular hozir bu yerda? Sizga qanday ma'lumot qoldirar hozir? Nomer qolgan, nomerga bitta chiqarsa, allo desa uylaringga chopib beradi. Podpiska, like. Aha. Aka mana sovxozga berdim aka uylaringizgacha kirgizib. Rahmat aynan. Mayli xolos hay. Qolganini tarqatib boshladik mana xudo xolasa bugun birinchi sinfda edik. Jonboyev ya ketdi ammasi hozir.